Aka-ukalar Yusufni o'zaro maslahatga ko'ra quduqqa tashlashadi. O'tkinchi karvonlar quduqqa idish tashlashadi. Jabrdiyda Yusuf chelakka osilib chiqadi. Yusufni azizga arzimas pulga sotib yuboradilar. Alloh taolo Yusuf alayhisalomni shunchalik chiroyli suratda yaratgan ediki, Zulayho maqsadiga erisha olmagach, Yusuf tuhmatga qolib, ko'p yillar nohaq zindonda yotdi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, podshoh bir g'aroyib tush ko'rdi. Podshoh tushini eshitgan Yusuf uning ta'birini aytib berdi. Podshoh uni o'ziga vazir qilib tayinlaydi. Uning o'gay akalari bug'doy istab Misrga keladilar. Ammo Yusufni tanishmaydi. Yusuf esa rad etib bo'lmas uslubda ulardan Bunyominni qoldirishlarini so'radi. Shunda Yusuf ularga o'zini tanitib, akalari xijolatdan uzr ayta boshlashdi. Ulardan borib darhol ota-onasini olib kelishlarini iltimos qildi. Ular bilan yana ko'rishishga muyassar etgani uchun Allohga beadad shukrlar aytdi. Ya marhaba.